Bugünkü yig'ilishimizda boshlayotganmiz. Bir mamlakat boshqa olib ketaveradi. Mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish, aholi bandligini va daromadlarini oshirishda muhim o'ringa ega bo'lgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni har taraflama qo'llab-quvvatlashda hamda ularning muammolarini tizimli va hal etish maqsadida oxirgi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ko'plab farmon va qarorlari qabul qilinganligi to'g'risida va mazkur normativ huquqiy hujjatlar ularning mohiyati, mamlakatimiz hayotidagi ahamiyati xususida atroflicha tushuntirishlar berildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi Qonun va Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 7-maydagi 341 davlat organlarida, davlat muassasalarida va davlat ishtirokidagi tashkilotlarga jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi to'g'risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqidagi qarori talablari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining viloyatlarga tashrifi davomida aholining turmush farovonligini oshirish hamda hududda kambag'allikni qisqartirish va tadbirkorlikni rivojlantirish borasida bank tizimida yuklatilgan topshiriqlar ijrosini aytib o'tilgan. Endi masalan bu xalqqa yordam berish niyatida har xil kreditlar berilyapti. Bu 7-yil ishlamaydigan fuqarolarimizga asosan Prezident qarori 7-yil bu xabarlar bo'lsa 17 milliongacha beradi. 6 oy imtiyozli davri bilan 4 yilga beriladi. Yana 50 millionlik beryapti. Qizlarimiz как раз arada жүрib beryapti. Ziba men